Dangasalikni yengishning sinalgan usullari. Dangasalik ko'pincha insonning maqsadi aniq bo'lmaganda, charchoq, motivatsiya yetishmasligi yoki ishning juda katta ko'rinishidan kelib chiqadi. Uni yengish uchun quyidagi usullar bor. Katta ishni kichik qismlarga bo'ling. Masalan, kitob yozaman o'rniga bir bet yozaman. 10 daqiqa ma'lumot yig'aman deng. Kichik vazifalar miyaga osonroq tuyuladi va boshlashga yordam beradi. 5 daqiqa qoidasi. O'zingizga faqat 5 daqiqa shug'ullanaman deb ayting. Ko'pincha ishni boshlagandan so'ng davom ettirish osonlashadi. Kunlik rejani tuzing. Har kuni ertalab yoki kechqurun eng muhim 3 ta vazifani yozing. Avval eng muhim ishni bajaring. Telefon va ijtimoiy tarmoqlarni cheklang. TikTok, Instagram yoki YouTube ko'pincha vaqtni sezdirmasdan olib qo'yadi. Bildirishnomalarni o'chiring. Ish vaqtida telefonni uzoqroq joyga qo'ying. Maqsadingizni eslatib turing. O'zingizdan so'rang. Men bu ishni nima uchun qilyapman? Kuchli sabab dangasalikni kamaytiradi. Sport bilan shug'ullaning. Kuniga 20-30 daqiqa yugurish yoki jismoniy mashq qilish energiyani oshiradi, kayfiyatni yaxshilaydi, ishlash qobiliyatini kuchaytiradi. Yetarlicha uxlash, kechasi 7-9 soat uyqu diqqatni oshiradi, charchoq va dangasalikni kamaytiradi. O'zingizni mukofotlang. Vazifangiz tugaganidan so'ng sevimli video tomosha qiling, dam oling, kichik sovg'a ulashing. Intizomni motivatsiyadan ustun qo'ying. Motivatsiya har kuni bo'lavermaydi. Muvaffaqiyatli odamlar kayfiyat bo'lishini kutmaydi. Ular reja asosida harakat qiladi. Hozir tamoyili. Biror ishni keyinga surmoqchi bo'lsangiz, keyin emas, hozir boshlayman deb darhol birinchi qadamni tashlang. Mashhur qoida: agar vazifa 2 daqiqadan kam vaqt olsa, uni darhol bajaring. Bu mayda ishlarning yig'ilib ketishini oldini oladi. Esda tuting, dangasalikning eng katta dushmani harakatni boshlash. Mukammal boshlash shart emas, shunchaki boshlashning o'zi kifoyadir.